Salom aziz do'stlar, mana bu xondaning g'amginlikka ishtasizlar. Viloyat Qumuzdan farmoyish bergan singlimiz g'amxona qizning o'z farmoyishiga ijro bo'ldi. Uni bevafo nomzodi Nomardbachchaning farmoyishi bor. Albatta g'amxona qizni chashmigiryon holi parishon bo'lib, bu xondanda shoir Muhammad Vakiljon Ibrohimiga farmoyish berdi. Yagona hamkorim Muhammad Vakiljon Ibrohimining yozgan she'rlari bilan hamdard ijrosida eshitib sog' bo'lib sog'likda yashash. G'amgin bo'lib o'qiyman, ustimga keldi farmon. Nomardlarga sen o'zing insof bergin Xudojon. Hammasi nomard bo'lgani dunyoda yo'q marjon. O'z nomzodimdan ko'rdim bugun xiyonat jafo. Dunyoda xushlik ko'rmay zindagim bo'ldi ado. Dardu g'am ziyod chekib yig'layman shom va sabah. Mana shunidek toza oshiqi judoyi musofiri va gulchin xondanlarni farmoyish beraman sangizlar shoir Muhammad Vakiljon Ibrohimi bilan ham tamas bo'linglar. Unutmanglar do'stlarim. Kechting ay nomard, ayb biron aybim bo'lsa, inson dema sen uni yorga xiyonat qilsa. Zindaging vayron bo'lar, jigar bag'ringni tilsa. Meni bugun xor qilding, sen ham bir kun xor bo'lgin. Xudo bergan dardlarga o'zing giriftor bo'lgin. Dardi saraton teksin, saq bilan bemor bo'lgin. Bo'ldim bemor, bu qalbim urar takon. G'amga mubtalo qilmas odamga bo'lsa vijdon. Meni otashga yoqding, shu zolim nomard nodon. Zindaligim xor bo'ldi, endi bir kun o'larman. Dardu hasratlar chekib, g'amga ravon bo'larman. Ko'rgan divona deydi, go'y yig'lab go'y kularman. Shu nomard boshqa bir xayol bilan, shunga berdim yurak fikri xush xiyol bilan. Butun dilim sar bo'ldi, endi dunyodan kullan. Shunga nomzod bo'libman, otam so'ziga o'chib. Menga xiyonat qildi, shu nomard mendan kechib. Dardim toza qilib ketdi, bitgan zaxmimni ochib. Lay 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 lay.
menga qaror ekan. Xushlik nasib bo'lmadi, zindagi nojur ekan. Ayting nima qilayin, yig'laymi yo kulaymi, yo qo'lga xanjar olib jigar bag'rim tilaymi. Xudodan farmon kelsa ajal to'lib o'laymi. Yaxshi degandim shuni, lekin ekan pas inson. Bir dardga duchor qilgin o'zing shuni Xudojon. Meni bexor qildi, qolmagan menda tavon. 6 yil nomzod bo'lib ko'p ko'rdim ranju azob. Holim ularga kelgan, bu holim bexibitob. Otash hijron ichiga bo'libman bugun kabob. Tashlab dard, xiyonat qilding nomard. Dilimga tashlab dard, xiyonat qilding nomard. Uchibmanda otajon, bovar qilib so'zizga. Yopil jazob ko'rindi, ayting sizni ko'zizga. Zarra rahm qilmadingiz, bu bechora qizizga. Zulm qilgan odamlar zulm ko'rsin Xudodan. Hech kimni xabari yo'q bu nomard noravodan. To'yib ketdim naylayin zulm sitam jafodan. G'amga vabosta bo'ldim, labimga yo'qdir xanda. Yuragim o'lib ketdi, lekin bu jismim zinda. Xudoyim jazo berar, ey nomard bir kun sanda. Hech bir kishi ko'rmasin mening ko'rgan dardimni. Divona deb kular, ko'rgan rangi zardimni. Yaxshi yo'lga Xudoya hidoyat qil mardumni. La 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 shunday qilib bitdi she'rda. G'amxona qizlar yig'lab she'rni farmoyish berdi. Bu dunyoda g'am chekib qancha azoblar ko'rdi. Zabiulloh jon hamdardlar dil tasalloliga aytar. Zulm qilgan odamlar qilgan zulmiga yetar. Nomard bachchani bir kun g'amxona ohib tutar.